11-si saqlovchi farishtalar. Bu farishtalar insonni jin, shayton va turli ofatlardan saqlash ishiga tayin qilinishgan. Insonni hifz himoya qilib turadigan bu farishtalar haqida Alloh taolo shunday deydi. Astagfirullah. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi va min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bilasizmi? O 5 metrdan guppa tushasiz, hech narsa bo'lmadingiz. Gursatni mashinangizni o'rdingiz, pachaqa chiqib ketdingiz, baloninglar qiyshaygan bo'ladi. Xudo saqladi-da deysiz. Uning, ya'ni insonning oldida ham, ortida ham ta'qib etuvchi farishtalar bo'lib, ular Allohning amri bilan uni muhofaza qilib tururlar. Inson qanchalar taqvoli, qanchalar Allohga yaqin, qanchalar zikrda ko'p bo'lib, qanchalar xayr ihsonli, qo'yingki taqvoli bo'lgan sari mana shu qo'riqchi farishtalar soni shunchalar ko'p bo'ladi. Va mana shu hadislarda aytilishicha, xabarlarda kelishicha, siz bilan bizni qo'riqlab turgan farishtalarni peresmeni 2 mahal bo'ladi. Asrdan keyin va bomdoddan avval. Akalar, bu aqidamizda bor narsa. Qanchalar taqvoli bo'lasiz, qanchalar xayr ihsonli bo'lasiz, qanchalik zokir bo'lasiz, Allohni ko'p zikr qiladigan. Taqvoli bo'lganingiz sari farishtalarning soni shunchalar nima bo'ladi? Ko'p bo'ladi. 12-si